biz qutuldura oladigan nomus. Abdori Xandan. Xeyr-xoş quyoshni yezish uchun tayyorlik qilayotgan chig'imda men eng qo'rqinchli ehtimollarning reallik ekanligini sezib bo'lgan edim. Gulbahor adamdan bu haqda so'rg'inimda o'ziga mushundaq tahdid selinganligini, elib chiqib ketilgan qizlarning unsiz yig'laydiganligini, ammo o'z ko'zi bilan ko'rmaganligini aytgan edi. Lekin ko'zlarimiz ko'rmagan bilan tarixdan buyon beshiga zulmlarning eng ig'iri, eng dastlabda keladigan qiz ayollarning qaysi kunda ekanligi amaliyotda hammamizga besh qo'ldek ayon edi. Men g'urur va nomus tuyg'usi uchun nomussiz rohatni, zindonning qiynoqlariga tegishgan Rayhonni qo'g'dab qolmoqchi bo'ldim. Tegishganlarim o'lim bilan bo'lsimi arzisin dedim. O'zimning qo'limdan keladiganining faqat romanimdagi bir personajning izzatini qo'g'dab qilish ekanligini bilatdim. Biz ko'rmagan reallik, biz tasavvur qila oladigan qora tushlardan qo'rqinchli edi. Ko'zlarimni elib qochish, xiyollarimni qandaqdir mumkin emaslar bilan aldash mumkin bo'lmadi. Bularning hojatimi qolmadi. Allaqachon sezib bo'lgan yurakni bazlash mumkinmi? Bazlagan bilan bu ishlar yo'q bo'lib, hadi sing'illarim yig'lamagan bo'lib qolamdi. Qabul qilsamchi? Afsuslanish, yig'lash, yoqi yirtishlar. Gerçi shum xabarlar kelganda inson ixtiyorsiz bildirdigan birinchi inkas bo'lsimi? Eng keraksiz inkaslar deb qaraytdim. Men afsuslanib bo'lgan. Rayonga tahdid selinganda, Gulbahor hadamga selingan tahdidni esladim. Mahira o'lib olganda, turmadan chiqibla, o'zlarini binodan tashlagan 18 yoshlik sing'illarimni esladim. Qansirab o'lib ketgan Aynurni yezayotganimda, Mehrigulning guvohliklaridagi o'xshash holatda turmada yiqilgan hamshirimizning hayotidan bir isbot qolsin deb o'yladim. Bularning hammasi bo'layotgan ishlar edi. Gerçi bir Rayhonni bat yuzida qutuldirib qalalig'inim bilan talay Rayhonlarning kechmishlarini qaysi suvlarda yuyib, reallikni qaysi amallarim bilan qutuldiraman deb o'ylandim. Zulm mayli qandaq shaklda, mayli kim tarafidan qilinsin, uning ismi o'zgarib qolmaydi. Ota-onasiz qolgan chorasiz qizlarimizning turmadagi yo'ldoshlariga sadoqatini ching bog'lab, bolalarni beqiyotgan yosh onalarimizning kichikkina yishida yolg'iz beshiga qolgan narisida qizlarimizning erkin dunyoda qiqilayotgan, so'qilayotgan, bo'zaq qilinayotgan, yana kelib bu ishlarning o'zimiz tarafidan bo'layotganliklarini aslab, zulmning yana bir shaklini ko'rgandek bo'ldim. Ayolini urib dassavatgan sizning vatanda zulm bor deb vaqirashqa haqqingiz yo'q. Sizmi zolim, qizlarimizni yo'ldan chiqarayotgan yigitlar. Sizlarning vatandagi qizlarimiz haqidagi so'z qilish, yolg'ondan yig'lash huquqinglar yo'q. Sizlarmi zolim, yo'ldoshi bor ayollarga turmadan qachon chiqidi, saqlamang deb kushkirtayotgan ayol kuyimchanlar. Sizlarning vatanda yo'ldoshi turmaga kirib ketgan ayollarning qismatlari haqida so'zlab ich og'irtishinglar yolg'on. Sizlarmi zolim? Halimizni yaxshilashning yo'li yig'lash emas, qaqshash emas. Bo'g'utilgan ovozlarni boshqalarga bildirish, o'z kuchimiz va dunyoning insonligi bilan kuyayotgan jonlarni qutuldirishga harakat qilish bilan birga, o'zimiz aqlay oladigan nomuslarni aqlash, o'zimizga omonat nomuslarni qo'g'dashdir. Ey ey yigit, ey xonim qizlar, erkin dunyoda biz qutuldira oladigan nomuslar bor. Ular bizga omonat, biz ulardan so'ralamiz. Yig'lamayli, yig'layotgan qizlarimiz, ayollarimiz, onalarimiz uchun kuchlik va
qaysar bo'layli. Yenimizdagilarni yig'latmaslik uchun qalbimizning yumshoq yerlarini saqlab qolayli. 2021 yili 7 fevral